Xo'p, salom azizlarim. Yana sizlar bilan diydorlashtirib qo'ygan Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Yana sizlar bilan uchrashtirib qo'yganiga behisob shukrlar qilamiz. Xo'p, bugun yana ochirim qilamiz. Bugungi ochirimimiz nimalardan iborat bo'lishini bilamiz hozir. Xo'p, 10 kunlik ochirim qilamiz. Bugun 12 bo'lsa, ertadan 13. Ertaga 13, Alloh nasib qilsa 13-dan 10 kunlik ochirim. 13-dan niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim. Allohim shifoli ochirim qilsin. Judayam shoshilibsizlar, kutibsizlar. Allohga behisob shukr, kutganinglarga. Kartalarimiz kutishdi deyapti. Kutganinglarga shukr. Niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Niyatingizni oldim. Menga podpiska bo'lgan, like bosganlar niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Shifoli ochirim bo'lsin. 10 kunlik ochirimimiz shifoli bo'lsin. Bismillah. 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 числоgacha 10 kunlik ochirimimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Podpiska bo'lgan, like bosganlar niyatini oldim, energiyasini oldim. Niyatini oldim, energiyasini oldim. Shifoli ochirim bo'lsin. Allohim shifoli qilsin. Shifoli bo'lsin. Hop. Hop. Ertangi kun biz uchun, ertangi 13 chislo kuni yangiliklarni kelishi, xush xabarlarni kelishi, ba'zilarimiz uchun pullarni kelishi, qayergadir safar qilishlarimiz, qayerga chiqishimiz, bir yo'llarni ko'rsatyapti. Qayergadir yo'lga chiqamiz ekan. Yo'l deb aytyapti, qayergadir yo'lga chiqish va yana tanlovda turganimizni aytyapti. Tanlov qilolmayapmiz, qayerga chiqishimiz, menimcha yo'l tushdi. Xo'p, 14-kuni kechalari uyqusiz tunlar o'tkazishimiz, jinday siqilishimiz, diqqat bo'lishimiz, ozgina bir o'zimizni yo'llarimiz bekiyligini sezganimiz va jichcha siqilishlar bo'lishi ba'zi birlar uchun ko'ryapsiz. Oydin kechalar uxlamasdan tunlarni bedor o'tkazish, balkim bir hayotingizda yoki bo'lmasam ishingizda bir jinday diqqatchiliklarda bo'lgani, ozgina bir harakatchanlik, jinday bir charchoqlik bo'lishi deb aytyapti. Yo'llarimiz ozgina bekiyligi sababli deb aytyapti. Ozgina bir yo'llarimizda to'suvlarni borligi deb aytyapti. Xo'p, yana bitta karta. Xo'p, yo'llarimiz bekilgan. Diavol kartamiz tushyapti, amal borligini aytyapti. Xo'p, ba'zi birlar uchun-da endi bu ham. Hop, 13, 14, 15-kunga kelganda tug'ilgan kunlar, bayramlar, qandaydir bir marosimlar, balkim yangi farzandlarni dunyoga kelishi, dunyoga kelgan farzandlarni balkim raddomdan olib chiqishimizdir. Masalan, o'zimda dushanba kuni Allohim nasib qilsa, rosa 13, 14, 15-kunga jijilarni raddomdan olib chiqamiz. Biz bayram qilmoqchi bo'lyapmiz. Shu narsani biz men o'zimga chiqdi deb o'ylayman. Buni balkim boshqalarga ham chiqqandir. Bu meni o'zim uchun chiqqan karta bo'ldi. O'zimni hayotimga chiqqan karta bo'lyapti. Pullarni kelishi, omadlarni kelishi, jijimiz juda ham omadli kelyapti. Xo'p, xudo xolasa. Xo'p, seshanba kuni
13, 14, 15, 16 chislaga kelganda qo'l oyoqlarimiz bog'langani, ko'zlarimiz bog'langani, ba'zi bir bekik yo'llarimiz bekilib turgan eshiklarda ochilishi deb aytyapti. Hech qanday ish qila olmasdan turgan bo'lsa, yo'llarimiz berkik bo'lsa, balkim ish yo'llarimiz, balkim hayotdagi baxt yo'llarimiz bekilib turgan bo'lsa, bularni ochilishi deb aytyapti. Balkim bularni ochilishi. Xo'p, o'zimizdan o'zimizni qochishimiz aytyapti. Balkim bir nima deydi, o'zimizni tanolmayapmiz, balkim bir nima bo'la olmayotgandirmiz, o'zimizdan o'zimiz qochayotganimizdir deb aytyapti kartalarimiz. Xo'p. 17 chislaga kelganda, 17 chislaga kelganda bekilib turgan yo'llar ochilishi, albatta baxt tomonlama, baxt yo'llaringizni bekik turganlar, albatta sizlar uchun yo'llarni ochilishi, hayotingizga yangi insonlarni kirib kelishi, aynan xudo xohlasa 17 chislaga kelganda haligi baxt yo'llari ochilmasdan turganlar, shu xudo xohlasa uzuklarda taqilishi, yo'llarda ochilishi va ozgina bir charchoqlik hollarda o'zimizni sezishimizni aytib o'tib ketyapti. Xo'p. 15, 16, 17, 18 chislaga kelganda yangiliklarni kelishi, xushxabarlarni kelishi, barakalarni kelishi, albatta tavba qildim, oyni yangilanishini qarang. Astag'firulloh, yarim to'lyapti, yarim oy yarim to'lyapti, oyni ikkinchi anaqasiga o'tishni aytyapti. Kartalarimiz o'zi ham u ikkinchi nimasiga o'tishni aytib o'tib ketyapti. Tavba, astag'firulloh. Kirarda qo'rqib ham ketasan shunaqa kartalar chiqsa. Xo'p. Qandaydir bir ehson qilishimiz kerakligini aytyapti. Sadaqa, ehson qiladigan kun deb aytyapti. Xo'p. 19 chislaga kelganda, 19 chislaga kelganda oilamizga barakalarni kelishi, pullarni kelishi, qanaqadir bir omadlarni kelishi, hayotimizga ba'zi birlarni hayotidan chiqib ketishi, ba'zi birlarni hayotiga kelish, ba'zi birlarni bir hayotidan chiqib ketishi bir xayrli bo'lishini aytib o'tib ketyapti. Xayrli bo'ladi deb aytyapti. Va yana bitta karta qo'shib ko'ramiz. Judayam xayrli, omadli, pullar kelishi, davlatni kelishi, bu ketgan narsadan hech ham diqqat bo'lmang. Albatta pullar, omadlar, davlatlarni kelishini aytyapti. Xo'p. 15da, 16, 17, 18, 19. Xo'p, endi 20-chislaga kelganda ozgina bir sirlarimiz borligi va Allohdan so'rab turgan narsalarimiz va bularni ko'ra olmayotgan edik. Albatta bularni yaqinlashganini sezib turibmiz, bilib turibmiz va yana bitta karta qo'shsak, barakalarni kelishi, Xudo xohlasa biz o'ylagan narsaga erishishimizni aytyapti. 20-chislaga. Xo'p, 21-chislaga kelganda achchiqlanganlar, hayotida bir jinday diqqatchiliklar bo'lganlar, albatta yaqinliklar bo'lishi, yana baxtli hayotga kelishinglar, bir-biringlar bilan kelishishinglar, balkim ishingizdadir, balkim hayotingizdadir. Judayam yaxshi, tinch, totuvda, chiroyli hayotda kechirishinglar va Allohdan so'ragan narsalarga erishadigan kun deb aytyapti. Xo'p, 22-chislaga kelganda siz judayam kuchlisiz, judayam siz o'zingiz o'ylagan darajadan ham kuchliligingizni aytyapti. Siz hamma narsani yengib chiqishingizni aytyapti. Albatta ish yo'llaringizda, hayotingizda qanday to'siq bo'lishidan qat'iy nazar siz bularni yengib o'tasiz deb aytyapti. O'tdingiz. Siz uchun yangi xushxabarlarni kelishini aytyapti, omadlarni kelishini aytyapti, albatta sizga podarkalar kelishini aytyapti. Xo'p, ozgina bir tushkunlik holatda turganingizni ham aytib ketyapti. Xo'p, 10 kunlik kartamiz 22-chislagacha bo'lgan bo'lsa, hammalaringizga sog'lik, salomatlik, chiroyli bir baxtli hayotda tilab qolaman. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Siz balkim negativ yozayotgandirsiz, balkim bir men uchun bir yomonlik, bir anaqada gapirayotgandirsiz. Mayli, men kechiruvchiman, men kechiraman, chunki men Alloh kechirganda men kimman? Men ham bitta oddiy bandaman.
Mayli, Allohga behisob shukr, hammalaringizni yaxshi ko'raman, sog'inib qolaman. Yana chiroyli uchramlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xohlasa yangi kunlarda, yangi o'chirimlarda yana ko'rishishni Allohim nasib ro'za aylasin. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Hammalaringiz uchun omad. Yaxshisini oling, yomonini koinotga qaytaring. Faqat yaxshilarini olib qoling, yomonlarini uchiring, koinotga qaytaring. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Yakka ochirim qilmoqchi bo'lganlar, telefon raqamlarim yozilgan. Albatta murojaat qiling, qaytarma qildirmoqchi bo'lganlar, tozalatmoqchi bo'lganlar. Albatta bu ishlar bilan shug'ullanamiz, qilamiz. Qilmasdan qo'ymaganmiz, albatta qilamiz. Sabr qilasiz, chunki kimgadir bir kunda, kimgadir 10 kunda, kimgadir bir oyda, kimgadir 3 oygacha effekti bo'ladi. Bo'lmay qo'ymagan hech qachon effekti bu. Chunki Allohning kalomini o'qiymiz, Allohning niqasini qilamiz. Bu narsa bo'lmay qo'ymaydi. Bo'ladi, xudo xohlasa, Allohim nasib qilsa. Hammalaringizni yaxshi ko'raman, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana didorlashtirguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman.